bugun sizlarga olgan narsalarimni ko'rsatmoqchiman. Uyim uchun olgan narsalarimni. Mana shu pastellardan boshlaymiz. Bu pastelni farzandlarim uchun oldim. Ular 3 ta o'g'lim bor. Uchalasiga bir xilda qilib. Mana shu pasteldan 6 ta oldim. Shunaqa pododyanligi bor. Materiali hibit, toza hibidan juda ham menga yoqdi. O'quvchim shug'ullanadi bunaqa ishlar bilan. Bilasizlarmi, shunday onlayn so'rayman nima kerakligini, ma'lumotni tashab berishadi. Bozorga borib o'tirgani vaqtim bo'lmaganligi uchun menga shu profildan hamma yoq zakaz berish juda ham oson. Juda ham ko'p narsalar sotishadi. Bundan tashqari mana qizlar bu solingan varianti. Shunaqangi veshilkalar oldim. Padashi zo'r, matlari ham shunaqa. Kiyimi sirpanib tushmaydi. Bunaqangi temirlaridan oldim. Bu nima aytidan nimasini o'tkazadi va yubkalar qistirib qo'ysa juda ham zo'r. Qizlar, bu reklama emas, hammasini pulini berib olaman. Ko'pincha narsalarim odatda unaqa barterga gaplashmayman. To'g'risi yoqtirmayman unaqali. Men nima deydi, blogerman, barterga bering degani simbolim o'zimning o'quvchimligi uchun mana sizlarga ham tavsiya qilib reklama qilyapman. Haqiqatda sizlarga ilinganim uchun reklama qilyapman. Qani ko'rsatsam, обязательно so'raysizlar, qayerdan oldingiz, necha pulga oldingiz? Shunaqa savollarga bittada javob berib ketish uchun ko'rsatyapman sizlarga.